Moliya iqtisodiyot fakultetlari bugungi kunning eng talabgor va kelajagi porloq bo'lgan yo'nalishlaridir. Moliyaviy barqarorlik, strategik fikrlash, tahliliy salohiyat bu zamonaviy iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi. Siz ham kelajakda yuqori daromadli, barqaror va talabgor kasb egasi bo'lmoqchimisiz? Unda ISFT institutining moliya iqtisodiyot yo'nalishlari aynan siz uchun. Bank ishi va audit, moliyaviy tashkilotlar, banklar va audit kompaniyalarida yuqori lavozimlar sari yo'l. Iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, xalqaro iqtisodiy aloqalar va iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyati. Marketing, kreativ va raqamli dunyoda mahsulotlarni bozorda muvaffaqiyatli ilgari surish san'ati. Iqtisodiy xavfsizlik, korxona va davlat miqyosida moliyaviy firibgarlik va tahdidlarni oldini olish. Nega aynan bu yo'nalishlar? O'zbekiston bozorida eng talabgor kasblar, yuqori daromadli va barqaror ish o'rinlari. Ish topish imkoniyati keng, xususiy va davlat sektorida. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, malakali ustozlar va zamonaviy usullar. Diplomi Yevropa va Osiyo davlatlarida tan olingan ISFT institutida moliya iqtisodiyot fakultetiga qabul boshlandi. Siz bu yo'nalishlarni kunduzgi yoki masofaviy ta'limda o'qishingiz mumkin. Hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ushbu raqamlarga murojaat qilsangiz, mutaxassislarimiz sizga to'liqroq ma'lumot berishadi.